kuni kecha O'zbekiston 2030 strategiyasini mahallalarni rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilida amalga oshirish bo'yicha o'sha davlat dasturi qabul qilindi va bu davlat dasturida iqtisodiy rivojlanish masalalariga demak alohida urg'u berilgan va aytish mumkinki ilk bor mana shu iqtisodiy rivojlanishning markaziga mahallalar qo'yilgan. Mana shu dasturning aksariyat bandlarida bevosita odamlarni demak ishtiroki bilan bog'liq masalalar bevosita shu mahallalarda sharoitni yaxshilash bilan bog'liq demak o'sha ishbilarmonlik muhitini yaxshilash bilan bog'liq masalalar aks etgan. Shu bilan birgalikda raqobatni rivojlantirish, mana davlat dasturida o'sha raqobatni rivojlantirish, xususiy sektorning iqtisodiyotdagi ulushini oshirish bo'yicha vazifalar belgilangan. Jahon savdo tashkilotiga qo'shilayotganligimiz munosabati bilan mana yakuniy o'sha jadvallarni belgilash masalalari aks etgan. Mahallalarda tadbirkorlikni demak rivojlantirish bo'yicha mana 20 trillion so'm aynan tadbirkorlikni mahallalarda rivojlantirishga yo'naltirilishi belgilangan. Sanoatda 10 mingga yaqin ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish demak o'sha korxonalari ishga tushish loyihalari amalga oshiriladi va bu loyihalar orqali demak 100 mingga yaqin ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. O'ylaymizki, mana shu iqtisodiy rivojlanish yo'nalishidagi davlat dasturidagi har bir band mana shu bizni fraksiyamiz tomonidan doimiy ravishda kuzatib boriladi. Nafaqat kuzatib, balki uni amalga oshirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqamiz va albatta ijrosi ustidan qat'iy o'sha parlament nazoratini amalga oshirishda ham O'zbekiston Liberal demokratik partiyasi demak faol ishtirok etadi.